tugadi, bo'pti. Xiyonat. Yana xafa bo'lmang. Birinchi marta emas-ku. Oxirgisi ham emas. Har doimgidek biz aybdormiz. Ular oppoq. Biz yomonmiz. O'zimizga qaramaymiz. Erimizni qo'ynini ololmaymiz. To'ppa to'g'ri. Deb o'tiravermasdan sal o'rningizdan turing. Oppoqi sal bunda o'zingizga qarab yuring. O'tirasiz kun bo'yi qayerdasiz er ishdan qaytganida yurasiz sasib terlab. Qachon losyon surilgan bu jonivar badanga sochli figush kechigan bir hafta taralmagan. Bechara er ishdan charchab uyiga qaytganida bitta xoda turadi, o'ziga qaralmagan. Yuravering bahona qilib. Bolalar bilan vaqtim yo'q. Ko'chada kenayishganlar eringizga isadi yo'q. Xohlaysizmi bittada eringiz deydi jonimka, bu uchun yordam beradi. O'sha mashhur xonimka. Bitta surasi teringizni yaltiratadi. Hidi boru ishonavering, qaltiratadi. Voy bu hidlar shoirga she'r yozdirib yuboradi. Sog' odamni ham aqlidan ozdirib yuboradi. Bitta sepas bo'ldi. Gullab lolalab ketasiz. Bunday yomg'irdan keyin aniq bolalab ketasiz. Xonimkaning maqsadi oila buzilmasin. G'inajin kirsizsa ham buqaning iplari uzilmasin. Bu videoni o'zingizning buqangizga jo'natib qo'ying.